Shota Rustaveli ko'chasidan полностью remont qilingan mebel jihozlar bilan 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Narxini 75 ming deyaptilar. Mana bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi mana shunaqa dekor qilganlar. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda birinchi xonamiz bizlarda kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasida ham ko'rishlaringizdek hamma kerakli mebel jihozlari bor va eng qizig'i o'zini alohida sanuzli ham bor do'stlar. Kattalar yotoqxonasida. Kattalar yotoqxonasida kravat, shifoner, terimo va televizorlar o'rnatilgan do'stlar. Kvartiramizning kadastri bor, G'ishli domda, Novostroykada joylashgan. Mana bu yerda bizlarda asosiy sanuzil. Sanuzilda ham stиральный mashinka, rakvina, unitaz, dushovaya qilingan. Va mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi kattagina bo'lgan, kravat, shifoner, televizorlar o'rnatilgan do'stlar. Va mana bu yerda bizlarda mehmonxona. Devorlar полностью atachenda qilingan. Mana shunaqa uголок qo'yilgan, konditsioner qo'yilgan va televizor ham o'rnatilgan do'stlar. Mana bu yerda esa bizlarda oshxona. Oshxonamizda ham hamma kerakli mebel jihozlari o'rnatilgan. Kvartiramizning kvadrati 69 kvadrat, narxini 75 ming deyaptilar. Yana savdosi bor. Pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar. Yana arzonroq qilib olib beramiz. Kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yish esan chiqmasin. Ko'rishguncha.